narsadan qo'rqma. Bu muammoni birga hal qilamiz. Sen bola, meni shantaj qilmoqchimisan? Bundan keyin endi men aytganim bo'ladi. Sen bu gapingni borib Naziga aytasan. Bu yerda boshqa xo'jayinchilik qila olmaysan. Men farzand ko'rish xohlayman. Endi hammasi boshqacha bo'ladi, Suhrob aka. Buncha ahmoq bo'lmasaman, buncha ahmoqman. Aqlingni yig'ib olgansan, tushundingmi? Charosga o'xshagan qizlar faqat ko'ngil xushlik qilish uchun yaraydi o'rtoq. Sevimli ko'rsatuv va seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sevimli YouTube kanalimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Buning uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Madi? Navruz opa, keling. Bugundan boshlab bemalol shotka meni joyimga joylashishingiz mumkin. Rostdanmi? Chunki endi men bu yoqqa kelsam, faqatgina 1-2 soatga kelaman. Qolgan hamma vaqtimni oilamga ajrataman. Shunaqa degin? Juda ham zo'r o'ylabsan. Unda men o'zim ishimni bilib qilaversam bo'lar ekanda. Notebookim ham sizga. Отчетlarni qayta turganini bilasiz? Ha, bilaman. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Rahmat. Ha, Madina, senga bitta narsa aytmoqchi edim. Anu Shohruh bor-ku. O'shani o'zimga yordamchi qilmoqchi edim. Qo'l oyog'i cho'qqan bola. Keyin bir ikkita ofitsiantka olmoqchi edim. Bo'ladi. Rahmat senga. Aka. Men bugun vaqtliroq ketmoqchi edim. Agar ruxsat bersangiz. Mayli. Hamma narsani ortig'i bilan bajarib, yana uni ustiga qo'shimcha normalarni ham bajargansiz. Bemalol ketishingiz mumkin. Rahmat. Voy. Nima bo'ldi? Vaqt bo'ldi. Uchrashuvga borishim kerak. Bo'pti. Ketdi. Navruz opa, bugun meni muhim ishim bor edi. Uzog'i 2 soatda kelaman. Ruxsat bering. Ish vaqtida-ya? Nega vaqtliroq aytib qo'ymading? Uzr, ruxsat bera qoling. Bo'pti. Mana bitta joyga borib kelishim kerak edi. Tinchlikmi ish qilib? Ikkovingda bir gap borga o'xshaydi. Bo'pti, tez borib kellaring. Agar kech qolsalaring, bugungi kundan kesib qolaman. Tushundilaringmi? Xo'p, bo'pti. Xo'p. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom qizim. Keldingmi? Yaxshi yuribsanmi? Chiroyligim. O'tir.
ona bola bunaqa joyda o'tirmaganimizga ham ancha bo'pti. 1000 yil bo'lib ketdi shekilli. Nima yeysan? Nima ichasan? O'zingiz buyuravering. Anu, adashmasam olcha sharbatini yaxshi ko'rarding-a? Hozir shunday aytaman. Bizga olchali sharbat. Xo'sh. Men bilan nima haqida gaplashmoqchi eding? Oy. Dadam sizga sovchi yuborganlarda nima qilgansiz? Mendan shuni so'ramoqchimiding? Yo'q. Unda nimani so'ramoqchisan? Menga sovchi keldi oyi. Umrimda birinchi marta. Rostdanmi? Kimdir menga sovchi yuborishdan umidimni allaqachon uzib bo'lgandim. Shuning uchun bu menga juda ham kutilmagan hodisa bo'ldi. Kimdan ekan? Ishxonada birga ishlaydigan Azizbek degan yigitdan. Lekin uni yoshi mendan ancha kichkina. Nima qildi? O'zidan yoshga yerga tegib, baxtli bo'lib yurgan ayollar qancha? Siz u yigitda sovchilikka kelgan onasini ko'rsangiz edi oyijon. Biram aqlli, ziyoli, mehribon ayol ekan. Uni ko'rib, nega men unaqa oilada tug'ilmaganman deb yuragim og'ridi. Agar otangni ahmoqligi deb oilamiz parakanda bo'lmaganda, balkim bizga ham mayli oyijon, o'tgan ish o'tib ketdi. Lekin mening boshim qotib qoldi. U ayol menga qanaqadir umid berib ketdi oyi. Tushunyapsizmi? Ularga kelamiz dedimi? Bilasizmi, bu men uchun qanchalik katta gapligini. Men o tomonda bo'laman. Lola, katta qiz bo'lib ketibsan-ku. Chiroyli qiz bo'libsan. Senga uylanaman. Nima, so'qovmisan? Bir og'iz bo'lsa ham gapir. Alo. Men hali yoshman. Turmushga chiqmayman. O'qimoqchiman. Kerak bo'lsa o'zim o'qitib olaman. Sizga menga uylanish nima kerak o'zi? Boshqa qizlarga uylanvurayana. Qizlar ko'p-ku. Menga aslida kimga uylanish umuman farqi yo'q. Faqat senga uylanishim aytganlar. Shunga uylanyapman. Farqi yo'q deng. Unda qanaqa oila qurmoqchisiz? Nima qilardim? To'y qilamiz. Birga yashaymiz. Shu? Shunaqa qilib ham oila qurib bo'ladimi odam?
Dadam menga qiz muloyim, tiljag'i yo'q degandilar-yu. Sani hali tiling o'ng qarichmi? Короче, men hech narsani bilmayman. Inningga fotiha. Bir haftadan keyin to'y. Faqat shunaqa deganlar. Gap tamom. Bolam, u ayol bu gapni ko'ngil uchun aytmadimi? Yo'q. Ichidan samimiy aytdi. Ko'zlaridan bilinib turgandi. Juda ham farishtali ayol ekan. U yigitni yaxshi taniysanmi o'zi? Yo'q. Sexda birga ishlaymiz. Ammo men u yigitda ko'nglim yo'q. Yana bilmadim. Unda mendan nima kutyapsan? Maslahat oyi. Soch kelganda onalar qiziga qanaqadir maslahat berishadi-ku. Nasihat qilishadi-ku. Shohrux, ikkalanglar allaqachon ulg'ayib bo'lgansizlar. Men hozir na senga, na unga maslahat berishga ojizman. Agar u yigit taqdiring bo'lsa, oilangga ham, sharoitingga ham qarab o'tirmaydi. Agar taqdir bo'lmasa, tegib turgan joyidan ham uzib ketadi. Uylanmoqchimisan? Sen kimsan? Men Lolani sevgan yigitiman. Voy, tushunmadim. Men Lolaga uylanmoqchiman. Uni men senga berib qo'ymayman. Nima deding tirranchi? Voy, uni xafa qilishingga yo'l qo'yib bermaymanmi? Lolani otasi menga bunaqa demagandi. U bilmagan qizini sevgan yigiti borligini. Paxanim menga Lolaga uylanishimni aytganlar. Так что sur, bo'tdan. O'zing sur. Nima deding? Eshitganing. Voy. Nazira, mana ilk qo'shig'im tayyor bo'ldi. Sen birinchi tinglovchim bo'lishingni xohlardim. Iltimos kechki payt soat 7 da studiyaga kel. Shu lokatsiya bo'yicha. Seni kutaman.
Kim Madina? Tinchlikmi? Nimaga kelding? Tushunmadim. O'z uyimga sendan so'rab kelishim kerakmi? Sen qachondan beri bitta xo'jayin bo'lib qolding? Men xo'jayinchilik qilayotganim yo'q. Menga qara. Dadammi, seni Baxtiyor bilan munosabatlaringdan xabarlari bormi? Senga nima? Nima o'tmishimni kovlab qolding? Ha, hali uni o'tmish degan. Baxtiyor o'zi biladimi, u o'tmish bo'lib qolganini. U menga yaqinda qo'ng'iroq qilib seni so'radi. Nega uni yengilliklar bilan xabardor qilib qo'ymading? U meni boshqa qiziqtirmaydi. Uni allaqachon esdan chiqarib bo'lganman. Yo'q-e. Ha, Bir-biringlarni sevardinglar-yu. u shunchaki yoshlik xatosi edi. Shunaqa degin. Xo'sh, dadam bu haqida biladilarmi? Senga nima? Sen o'zingni eringni, muammolaringni bilgin. Birov ishiga burningni tiqmagin. Men bilan ishing bo'lmasin. Nima ishim bo'lmas ekan? Axir sen dadammi, xotinisan-u? Lekin bu degani sen kelib hayotimizga bemalol burningni tiqasan degani emas. Unda sen ham dadammi uyiga xo'jayinchilik qilma. Assalomu alaykum dada. Ke qizim. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Qani, ke qizim. Yaxshimisan qizim? Uydagilar yaxshimi? Kechagi muammolar hal bo'ldimi? Rahmat. Boshqa muammo chiqmadimi? Yo'q. Dostonni o'zing tinchitdingmi? U bilan gaplashib, do'stligimizga nuqta qo'ydim. Yaxshi. Yaqin odaming butunlay boshqa bo'lib chiqsa, juda ham og'ir botar ekan ko'ngilga. Buni muhokama qilishni xohlamayman dada. Mayli qizim. Men yoningizga ochiqchasiga gaplashib olgani keldim. Xo'sh. Eshitaman. Men hammasini o'ylab ko'rdim. Rostdan ham har bitta insonni o'z shaxsiy hayoti bo'lishi kerak ekan. Sizni juda ham yaxshi tushundim. Siz ham baxtli hayot kechirishga loyiqsiz. Rahmat qizim. Nihoyat tushunib yetibsan. Men endi sizlarning hayotingizga aralashmayman. Va nihoyat meni dugonam to'g'ri qaror qabul qilibdi. Uzr, gaplaringlarni tasodifan eshitib qoldim. Sizga kofe jonim? Ke sayyora. Madina, senga shakari kamroq edi? Jonim, sizga har doimgidek. Rahmat. Madina, bugun kechki ovqatga qolasanmi? Qolsang, Rahima opaga aytaman, senga ham qo'shib ovqat tayyorlaydilar. Dada, sizdan bir kichkina iltimosim bor edi. Eshitaman qizim. O'ylab qarasam, men nima qilsam ham, o'zim harakat qilsam ham, odamlar baribir Fozil akani qizi deb aytishyapti.
Shunga mana shu restoran sotilayotgan ekan. Qani? Qarang, shahar markazida. Yeri ham katta. Uni olib bir nechta restoranli tarmog'i yaratmoqchiman. Siz nima deysiz, dada? Juda yaxshi o'ylabsan. Ularni menga sotib berasizmi? Albatta qizim. Sendan aylansin. Sevimli ko'rsatuv va seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sevimli YouTube kanalimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Buning uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Sobir aka. Sobir aka. Ha, bolam, tinchlikmi? Sobir amaki qanili? Ha, amakingiz uyda yo'q edilar. Nima gap? Opa, siz qanaqa qiz o'stirgansiz o'zi? Aha. Nimaga bunaqa deyapsiz? Tushunmadim. Qizingiz Lolani yigiti bor ekan. Bugun yo'limdan chiqqanda aqlini kiritib qo'ydim. Adashmayapsizmi? Yo'q. Bolam, o'zingizni bosing, balki u sinfdoshidir. Men bilgan bo'lardim-ku. Balki. Bolam, iltimos, faqat otasiga aytib qo'ymang. Yana qizimni o'ldirib qo'ymasin. Hey. Hay, bolam, to'xtang. Balki u rostdan ham sinfdoshidir. To'yni buzish uchun ataylab shunaqa o'yin qilishgan bo'lsa kerak, a? Parvo qilmang, xo'pmi? Men onasiman-ku. Qizimni hech qanaqa yigit yo'q, men bilaman. Ya, unda atiylatdan chig'imga tegmoqchi bo'pti-da. Ha, balki. Bo'pti, paqanga yetaman. To'yni tezlashtiramiz. Kelarmikin? Soat 7 bo'ldi. Menimcha kelmasa kerak. Lekin SMS o'qimagandi. Balki megabayt tugagandi, balkim. Qizlar, kelyapti. Ketdi. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Onasi, keldingmi, yaxshi keldingmi? Berma olaman. Ha, qayoqdan kun chiqdi dadajonisi? Uyga vaqtli kelib qopsiz. Ha, endi xotinim, kafening direktori bo'ladi-yu, men vaqtroq kelmayman uyga. Tushunmadim. Xotinjon, senda gap bor. Xo'sh. Shu kunlarda ishim sal yurishmay qoldi. Shunga agar malol kelmasa, kafeni kassasidan ozgina pul qarz berib tur. Mamma. Kafeni kassasidanmi? Ha? Nima deding? Esiz joydami sizni? Axir sen kafening direktorisan-ku? Kim bilib o'tiribdi? Men direktorlikka erishgunimcha qanaqa mehnat qilganimni bilasizmi? Yengiltayligingizni bilardim. Lekin mendan foydalanib o'g'irlik qilmoqchi bo'lganingiz. Menga qara, xotinjon. Sen noto'g'ri tushunding. Men o'g'irlik qilayotganim yo'q. Men olaman-da, keyin qo'yib qo'yaman joyiga. Bu narsani xayolingizga ham keltirmang. Madi menga ishondimi? Tamom. Men uni ishonchini oqlayman.
Akbar? 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 Qizim, esingni yig'gin. To'yni qoldirish uchun birovni yigitim deb ko'rsatishing nimasi? Dadangni jahlini bilasan-ku, bolam. Oyi, men u bolani rostdan yoqtiraman. Esingni yeb qo'yibsan, kim o'zi u? Men bilan bitta kafeda ishlaydi. Ofitsiant. Undan ko'ra o'sha Tursunboy yaxshi-ku. Har holda santexnik. Oyi, bolam tushungin, yana dadangni g'azabiga uchrab qolmagin, xo'pmi? Hay o'lan jon o'lan. O'lanchi qiz yor, va'dasida turmagan. Yolg'onchi qiz yor. Jonim menim, asal qizim menim. Xullas, do'stim bilan gaplashdim. 3 kundan keyin zaks. Asal qizim menim, buncha qizim menim, to'yi bo'ladi buni. To'ylar muborak, to'ya ona bo'lsin. Tamburla jonim vayay, to'ylar muborak. Bo'ldi qizim. Yig'lamagin, xo'p? Hali men bilan o'ynashni ko'rsataman senga. Mana bu kiyimlarni nima qilamiz? Qovursin shu yerda. Endi o'rnini bilib yuradigan bo'ldi. Ketdik. Allo, Shohrux. Lola? Yig'layapsanmi? Shohrux 3 kundan keyin zaks ekan. Nima? Namuncha tez? Dadam shunaqa dedilar. Men unga tegishni xohlamayman. Lola, xavotir olma. Men biron narsa o'ylab topaman. Rahmat, Shohrux.
Ber. Oyi, Rusuldan yordam bering. Bor, boshimni ortmagin. O'zing qil. Qila olganingcha qil. Nazira? Nazira dedim. Ha, Buncha kech kelyapsan. o'rtoqlarim bilan edim. Ha, dadasi, qaq ketyapsiz. Kech kirganda atirlarni sepib, hidi shu yoqqacha keldi-ya. Choyxonaga. Choyxona? Yana qanaqa choyxona? O'rtoqlarim bilan. Choyxonada? Sizda har kuni choyxona. Yo dacha. Qachon ishlaysiz bunda? Hozir sezon emas. Sezon bo'lsin, ishlayman. Hayitgacha, oysa, uydagi puldan 200 ming oldim. Odammisiz? Hozir men seni opam bilan tanishtiraman. Shoh. Mehmon olib kelibsanmi? Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling singlim. Tanishing, bu Lola. Birga ishlaymiz. Yaxshi. Xush kelibsiz singlim. Umida. Mehmonni zalga olib kiring. Anu stolga dasturxon yozinglar, men ovqatga qaray. Yuring singlim. Kelavering. Shoh. Ha. Shunda oshxonaga qarab o'rgin. Gaz buzilib qoluvdi. Xo'p. Ha, opa, nima buzildi? Hech nima. Menga qara. Bu qizni qayerdan olib kelding? Nima olib kelding? Kim u? Tanishtirdim-u. Nima uni olib kelding? Opa, tinchlaning. Bu qiz zotasi aroqxo'r. Uni majburlab bittasiga yerga beryotdi. Shunga uydan qochdi. Sen nima hali qiz olib qochdingmi? Men emas. O'zi qochdi. Sen uni yaxshi ko'rasanmi? Demak, yaxshi ko'rasan. Bo'lmasa uni kimga erga tegishini senga nima farqi bor? Opa. Bo'ldi, tushundim. Begona yigitnikiga tunda kelishga majbur bo'lganiga qaraganda
Rostdan boshqa chorasi yo'q o'xshaydi. Ha, shunaqa opa. Mayli. Bo'lmasa, uni mani xonamga joylashtiramiz, xo'p? Men yerga ham joy solib yotaveraman. Rahmat opa. Bo'pti, xo'p. Sevimli ko'rsatuv va seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sevimli YouTube kanalimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Buning uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Butikka kirib hamma narsani olib olganman. Pul esa uyda qolib ketibdi. Xayolim qattiq edi, bilmadim. Assalomu alaykum Fozil aka. Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Madinani yangi restoranini hujjatini olib kelgandim. Aha. Qo'l qo'yib berishingiz kerak. Mana. Menda boshqa ishingiz yo'qmi? Rahmat, boraver. Xo'p. Ha? Keyin nima bo'ldi? Fozil aka. Bu bino juda ham qimmat emasmi bitta restoran uchun? Keyin uni pulini chiqara oladimi? Pulini chiqarishini ahamiyati yo'q. Men qizim so'ragani uchun olib berdim. Nega? Madina sizni pullaringizni sovurishni boshladimi? Bunisi bilan ishim bo'lmasin. Nega ishim bo'lmas ekan? Axir qizingiz sizga atilab shunaqa qilyapti-ku. Bas qil. Madina meni qizim. U nima desa, shuni qilib beraman. Lekin Fozil aka, Sayyora. Mana hamma narsam shundoq ham qizimniki, bilasan. Qani qo'ychi? Maktab orqasiga o't. Muhim gapim bor. Sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. Menda esa bor. Bo'lganda ham juda yomon gaplar bor. Meni tinch qo'y. Kecha tunda qayerda bo'lganingni butun maktab bilishini xohlayapsanmi? Nima deding? Jimgina aytganimni qil. Hozir hammasini gaplashib olamiz. Agar bu rasmlar internetga tarqalib ketsa, bilasanmi nima bo'ladi? Nima? Ber. Telefonni sindirganingning foydasi yo'q. Bundan nusxalar to'lib yotibdi. O'z nima xohlaysan mendan? Darsdan keyin hamma uchun bitta spektakl qo'yamiz. Rozimisan? Lola. Erta turdingmi? Choy ichdingmi? Uxlamadim. Oyimni o'ylayapman. Hozir qanaqa ahvolda ekanlar? Lola.
Men hozir eshikka qaray. Assalomu alaykum. Lola qani? Dada, amaki. Amaki qo'lini qo'yib yuboring. Qoch! Bu meni qizim. Shu oldimga. Qo'yib yubording. Yur bu yoqqa. Tort qo'lingni. Qo'rqyapsanmi? Na koleni o'tir. Aslida hammasi senga ko'ringanda emas. Sizga yana bir marta imkon beraman. Sen birinchi navbatda oilangni o'ylashing kerak. Men bilan o'ynashganlarni ahvoli shu bo'ladi. Opa ichida pishganlar. Bularni qara. Indamasdan love story qilib yurishdi-ya. O'zingiz tushunasiz-ku. Romantika, ayni xos sevishadigan paytida. Opa, sizga nima bo'ldi? Ko'zingizni oching, opa. Nima bo'ldi, opajon?